Diqqat, tayyorlaning. Shunaqa bo'larmidi? Aha, Ajoyib. boshladik. Bo'ladimi? Motor. Ha, xuddi kinodagidek. Mayli, xo'sh. Men ismim Ralf. Men quyonman. Ko'rib turganingizdek. Bilasizmi, o'ng ko'zim umuman ko'rmaydi va mana bu quloq esa eshitmaydi. Mana bu ovozdan boshqa. G'alati, shunaqa emasmi? Ha. Yunglarimni olib tashlashgan, badanimda esa ximichiski kuygan joylari bor. Biroz yoqimsiz. Lekin nolimayman. Chinakam og'riq qachonki qimirlasam yokida chuqur nafas olganni sezaman. Mana hozirgidek. Men tajriba quyonchasiman. Men otam ham, onam ham, singlim ham, bolalarim ham, xullas, hammasi tajriba quyonchasi bo'lishgan. Ular hammasi o'lib ketishgan. Meni ham qismatim shu. Biz shu uchun dunyoga kelganmiz. Quyonlar uchun bu sharafli ish. Ha.